kurashda 2 ball oldi o'zi. O'tib qara. Bizning Ibushev Ivan yashil silgi bilan o'tib qara 2 ball bilan. Shamsuddin Bilman amal qildashi qizil silgi Irfrayimdan. Ibushev Moskva rayoni vakili. Final boshlandi. 60 kilogramda chempionni bilamiz bir necha minutdan. İvan İbushev, birinchi chempion 60 kilogram oldi. Men kurashdim 60 kilogram o'shavunda. Necha kishini jingga to'g'ri keldi? Vesda 5 kishilik. Boshda men birinchi svatkada Zilnadorskiydan bir oti kurashchi Malay bilan kurashdim. Ani jingdim 4-1 bilan, shot bilan. Ikkinchi svatkada men Tulachi Malay bilan kurashdim. Ana jingdim 3-1 shot bilan. A finalda men shu Respublika Chuvashiyadan тоже bir otoqli kurashchi bilan ana shista jingdim. Og'irroqmi Sabon to'ylarda bu Qozon Sabon to'yida kurashish sening uchun? Ovulnikiga qaraganda. Qozonda og'irroq. Chunki bunda ko'p qattiq kurashchilar keladi. Master sportlar, KMSlar bunda Qozonda og'irroq kurashadi. Buni aytalarmi? Qo'ybir Sabon to'ylarda kurashchilarni o'zlariga chaqiratilar deb bunda shunday qaramlashuvlar bo'lmadimi? Yo'q, bunda все честно. Kimni kurashasi keladi, u kishini kiritdilar. Только o'shalari tegiz bo'lsa, shulay kirdilar. Mana birinchi o'rin olgan narsa berdilar sen bugun. Пока bilmayman, но eshitgancha televizor dedilar, zo'r televizor. Hali Qozon Sabon to'ylarida jingganing bormi? Trilni bu yerda men chempion qilganim. Получается, я второй раз подряд чемпион qoldim. Aydarov Qayumga bir ball. Davom etamiz. Поддерживайте тарелки.